Samarqandimizning eng boy insonlari bilan qo'shni bo'lmoqchimisiz? Mana shu taklif aynan siz uchun. Biz hozir Manresa yonida turibmiz. Bu hovlimiz 3 sotixdan tashkil topgan, haqiqatdan ham eng zo'r narsalar ishlatilgan bu hovlimizning remontiga. Uyimiz 3 sotixdan tashkil topgan, boya aytib o'tganimdek, 100% granit toshlarida uyimizning fasadi remont qilingan. Uyimiz 7 ta xonadan iborat 2 qavatli uy. Obzorni bo'lsa ichkarida boshlaymiz. Uyimizni birinchi qavat hol qismiga kirib kelishidan uyimiz qanchalik hashamatligini ko'rishlaringiz mumkin. Hol qismiga kirishimiz, garderobni zonalari qo'yilgan, krashinni MDFlari, juda ham chiroyli lestnitsalar qo'yilgan. Perilalariga alohida e'tibor berib o'ting. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli uyimiz 100% so'plipol bo'lgan. Bu eshik, o'ng tomondagi eshigimiz ortida bo'lsa, uyimizning родительский spalnyasi joylashgan. Juda ham chiroyli kompaktni remont qilib o'tilgan. Uyimiz 100% panoramli oynalarda, panoramli oynalar bilan joylashgan. Keyingi xonamiz sizlar mehmonlaringizni kutib olishlaringiz uchun mehmon xona bo'lyapti. Juda ham hashamatli, juda ham katta mehmonxona. Gilamchasini ham eng zo'rlari tashlab o'tilgan. Juda ham chiroyli, gap bo'lishi mumkin emas. Va birinchi qavatdagi oxirgi eshigimiz bizda ayollarimiz eng ko'p vaqt o'tkazadigan xona. Ya'ni uyimizning kuxnyasi bo'ladi. Kattagina kuxnya. Va bu tomonidan landshaftniy zonachasi ham bor uyimizda. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizning egalari estetichni odam bo'lganlari sababli dekorativlariga, mana shunaqa tonki elementlarga alohida e'tibor berib o'tishgan. Oxirgi eshigimiz ortida bo'lsa, uyimizda sanuzeli joylashgan. Juda ham kompaktnigina sanuzel. Videoni qolganini ikkinchi qavatda davom ettiramiz. Mana shunaqangi chiroyli zinapoyalardan chiqqanimizda to'g'rida uyimizni balkoni kutib oladi va chap tomondan birinchi eshik bo'lsa, uyimizda взрослый spalnyasi, juda ham sifatli mebellar bilan jihozlangan uyimizning spalnyasi. Zerkalniy zonasiga gap bo'lishi mumkin emas. Alohida TV zona uchun joylar ham ajratib o'tilgan va Samarqandimizda juda ham kam uchraydigan spalnya, ya'ni o'zini garderobi bilan birga garderobi uchun joy tashlab o'tilgan va bu tomonda o'zini spalnyasi. Spalnyamiz master spalnya hisoblanadi. Keyingi xonamiz bo'lsa, keyingi eshigimiz ortida uyimizda sanuzeli joylashgan. Juda ham chiroyli kafelada remont qilingan bu sanuzel. Bu tomoni o'g'il bolalar uchun spalnya, keyingi eshigimizda va bu tomoni qiz bolalar uchun spalnya. Qolgan informatsiyani pastda sizlarga aytib o'tamiz. Uyimizning oxirgi qavati juda ham chiroyli penthouse ga ega. Penthouse'dan shaharda qo'l ostida ko'rib tursalaringiz bo'ladi. Uyimizning eng pastki qavati bo'lsa, uyimizning yuragi hisoblanadi, ya'ni uyimizning kotelniy qismi. Kotelniy qismini ham operatorimiz ko'rsatib o'tadilar nalajaniya orqali. Bu ko'rsatgan uylarimizdan tashqari, ya'ni xonalarimizdan tashqari tepada yana ikkita xonamiz bor. O'zini garderobniy va sanuzellariga iborat bo'lgan ikkita xona. Juda ham chiroyli. Uyimiz narxi 5 milliard 940 million so'm. Sizlar uchun yana ham savdo qilib olib beramiz. Mana shunaqa chiroyli uylarda yashash har bittamizga nasib qilsin.